Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşı alırıq. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. İşləp çıxırış və quruluş Bangtuan torbitida Bangtuanның köplеген kəsbi orunlarga xizmətçi alıdığanlığı haqqında uqturuşlar elan qılınğan olub, bunun içində Bangtuan Mədəniyyət, Təntərbiyə, Radio və Sayat İdarəsiga təbə kəsbi orunlar, Bangtuan yuqumluq kasalliklərinin aldını eliş mərkəzi, Şixanzi şəhərlik başlanğıç o'tir maktablar, Şixanzi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni, Aral iqtisod texnik taraqqiyot rayonidagi kasbiy o'rinlar ko'p miqdorda xizmatchi qabul qilmoqchi ekan. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonining yaqinda e'lon qilgan 14-5 yillik plani va 2035 yilgacha yetmoqchi bo'lgan nishonida ishlab chiqarish va qurilish Bangtuanni taraqqiy qildirish muhim o'ringa qo'yilgan bo'lib, Bangtuanning kasbiy o'rinlari yildan yilga kengayayotgan bo'lg'achqa Xitoy xizmatchilariga bo'lgan ehtiyoji ichkarida o'qish bitirib ish topolmay yurgan Xitoylar uchun ko'ngildagidek fursat bo'lgan. Mazkur uqtirishda ishlab chiqarish va qurilish Bangtuanning taraqqiyot rayonlari qancha odam oladiganligini bildirmagan bo'lsa-mu, Xitoyning barliq o'lkalardan xizmatchi qabul qiladiganligi ma'lum. Yaqinda chiqqan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatı atalmış Bangtuan Namratlarni yulash taraqqiyot ishxonasini o'zgartib, Bangtuan yezilarni gullantirish idorasi qilib qurib chiqqan. Xitoy axborotlarining tunishtirishida bu idora Bangtuanning nazorat darajalik ma'muriy o'rniga o'stirilgan bo'lib, Bangtuan yezilari va yezigilik idorasi tarafidan boshqarildi ekan. Asosli vazifasi atalmış namratlikdan qutulish xizmatida qo'lga kelgan natijalarni qo'g'dash, yezilarni gullantirish strategiyasiga doir konkret xizmatlarni bir tutash amaliylashtirish ekan. Xitoy hukumatı bu yilning dastlabki 4 oyida atalmış Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bangtuanining Sharq Turkistonning janubidagi shahar diviziyalarining sanoat muqim mulkiga mablag' solishni zo'r darajada kuchaytgan. Bangtuan xabarlar to'rining oshkorlashicha, bu yilning dastlabki 4 oyida Bangtuanning janubdagi 11 diviziya shahrining sanoat muqim mulkiga solingan mablag' o'tgan yilning o'xshash mazgildagidan 72,8% oshgan. Bu ahvol Bangtuanning shimoldagi diviziya shaharlarida aran 2,7% oshgan. Bu mazgil ichida Bangtuanning umumiy sanoat muqim mulkiga solingan mablag' 18,4% oshgan bo'lib, konchilik solingan mablag' 36,4%, ishlab chiqarish solingan mablag' 35,13% oshgan. Bu vaziyat Xitoy Kompartiyasining Bangtuan sanoat ul aslalarini janubdagi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlarga yo'tkab, uni janubdagi oblast viloyatlarga shiddatli kengaytirayotganligini ko'rsatdi ekan. Amerika hukumatı o'tgan yili Bangtuanga uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida o'ynagan roli sababli embargo qo'yib, ikki amaldorini jazolagan edi. Kuzatuvchilarning bildirishicha, Bangtuanning qurilishidan tortib bugungi taraqqiyotiga nazar solganda, kommunist Xitoy uni Sharq Turkistonni tutib turishning eng muhim halqasi hisoblab, ko'z qarchiqidek asrab cho'ng qilib bugungidek holga kelgan. Xitoyning ta'bir bo'yicha aytganda, Bangtuan xohlaganda dehqon, xohlaganda askar bo'la oladigan alohida qo'shin bazasi, chegara rayonini qo'g'dashning mustahkam qal'asi bo'lib, Sharq Turkistonni tutib turishning kapolati hisoblandi. Shunga Xitoy hukumatı har qaysi tarixiy davrlarda mayli qanday badal to'lishidan qat'iy nazar Bangtuanni saqlab qolgan va taraqqiy qildirib bugungi holga kelgan. Yaqindan buyon Amerika boshchiligidagi nurg'un davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi va Angliyadagi mustaqil sud kollegiyasining Xitoyning Uyg'ur siyosatiga ko'rsatadigan ta'sirini ansirgan Xitoy Kompartiyasi yolg'on maydon va soxta hisoblar bilan ommaviy uchur supurlarida Uyg'ur faoliyatchilarini va muhojiratdagi Uyg'urlarni parakanda qilishga, orqa-orqadan Uyg'ur faoliyatchilariga tuhmat qilishga va Xitoyning asrlarcha zulmiga qarshi qo'zg'algan xalq sadolarini yolg'onchilik bilan bostirishga uringan. Xitoy tashviqotining eng aktiv faoliyat qiladigan ommaviy supsi Facebook va Twitter akkauntlari bo'lib, har xil dabdabalik ismlar bilan ochilgan soxta hisoblar orqali Uyg'ur faoliyatchilarini do'stlik qo'shish orqali ularning do'stligidagi kishilarni taglib qilib, Xitoyning soxta uchurlarini tarqatgan. Chet eldagi Uyg'urlarning ochgan TikTok hisobiga do'stlik avatish orqali Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning boy-boy yashab, xushal-xuram yashayotgan manzaralarini ko'plab tarqatib, chet eldagi ba'zi psixikasi ojiz Uyg'urlarga ruhiy davolg'ish va psixikalik besim paydo qilgan. Bir qism diniy ismlarni qo'ygan, ammo tarqatgan uchurlarning hammasi soxta manzaralarni asos qilgan hisoblar orqali Uyg'ur faoliyatchilarini do'stlikqa qo'shib, ularni taglib qilib, radikallik tusini olgan tashviqotlarni tarqatish orqali Uyg'ur faoliyatchilarini qaralashga va dunyo jamoatchiligi oldida Uyg'urlarni radikal, asabiy ko'rsatishga tirishmoqda. Chet ellik muxbirlar nomida Xitoyning qirg'inchiligini oqlaydigan soxta maqola va tashviqotlar orqali chet el tashviqot materiallarida Uyg'urlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi sadolarini bostirishga va Uyg'urlarning sadosini yolg'onga chiqarib, har xil usullar bilan Uyg'urlarni xalqaro jamoatchilik oldida qaralashga, islom va turk dunyosida Uyg'urlarning obrazini xunuklaştirishga, lager shoirlarini terrorchi deb ig'ir haqorat tusini olgan tuhmatlarni qo'llanib, Sharq Turkistonda Uyg'urlarning lagerlarga solanganligini, millionlarcha insonning zulm ichida ingrayotganini yolg'onga chiqarish va Xitoyning ta'tir tashviqotlarini kuchab tarqatish orqali Uyg'urlarni qaralash, tuhmat qilish, haqorat qilish qatorliq razil vositalar orqali hujum qilib, bevosita parakandichilik sanmoqda.
9 çarşamba günü Salvadoran parlamenti prezident Nayib Bukelening bit tangisini qonunliq pul deb e'tirof qilish taklifi mutlaq ko'p sondagi bilet bilan ma'qullanib, 90 kundan keyin bit tangisi rasmiy holda davlatning qonunliq puliga aylanib, dunyodagi bit tangisini qonunliq pul sifatida ishlatgan tunji davlat bo'lgan. Nayib Bukele bit tangisini ishlatishning chet elda yashaydigan salvadorliklarning davlat ichida pul perevod qilishiga yordam berish yoshirin kuchi borligini o'tirib qo'yib, Amerika dollarining yanada davlatning qonunliq puli bo'ladiganligini, kishilarning bit tangisini ishlatmasligini erkin tanlaydiganligini, shunga ishlatuvchilarga xatar yetmaydiganligini bildirgan. Salvadorning iqtisodiy asosan chet eldagi ishchilardan qaytarilgan Amerika dollariga tayinlangan bo'lib, Dunyo bankisining sonliq ma'lumotiga qaraganda 2019-yili bu davlat chet eldan 6 milliard Amerika dollariga yaqin perevod topshirgan. Bu ishki ishlab chiqarish umumiy qiymatining 5dan birini egallaydi ekan. Hamma erkak utuq qozonishni o'ylaydi. Bu ularning qon qiniga singib ketgan. Lekin ba'zilar xiyolni harakatga aylantira olmaydi. Yana ba'zilar amaliy harakat orqali orzusini ishga oshirish uchun tinim topmay kurash qiladi. Shundaqdimi buning uchun erkaklar ba'zi muhim bo'lgan shartlarni hozirlashga ahamiyat berish kerak. Shundala eng qisqa vaqt ichida o'ngishli holda ko'zlagan manzilga yetalaydi. Birinchi, yaxshi psixik sapa intayin muhim. Hozirgidek murakkab zamonga nisbatan har kunda bir yangilik yuz berayotgan kundalik turmushda hamma ishlarga bo'lgan to'g'ri psixik holatini yetildirish intayin muhim. Psixik holati to'g'ri bo'lsa, dunyo qarashimi to'g'ri bo'ladi. Sahnami shuncha keng bo'ladi. Boshqalarga aktiv energiya berib, qalbni illiqlik his qildira oladi. Kelgusimi parlaq bo'ladi. Ikkinchi, qat'iy irodangiz bo'lish kerak. Hayot agri to'qayliqqa to'lgan. Bir umr asfalt yo'lda mangandek ravon yuramaysiz. O'ngsizlikqa va mag'lubiyatga uchraganda qaddingizni ro'z tutib, yengish uchun tirishishingiz kerak. Passiv kayfiyatning ta'siriga uchramay, qancha o'ngsizlik uchragan sari shuncha qaytarma zarba berish eng kuchaydigan holatini yetildirish kerak. Uchinchi, yaxshi obraz hozirlashga ahamiyat berishingiz kerak. Hozirgi zamon 2 minutda bir odamning taqdirini bekitib yetadigan zamon. Salobatlik erkaklarning ism kartochkasi bo'lib, jamiyatga singishib kiradigan yo'l xiti hisoblandi. Yaxshi obraz, qiyofat erlarning ishki sapasini, bilimini va jalb qilish kuchini aks ettirib beradi. Boshqalarning hurmatiga va ishonchiga erishtira oladi. Kelgusi taraqqiyot yo'lini texmo ravon qiladi. Lekin kelishgan tashqi qiyofatli kupoy qilmaydi. Yana shuning kuchli sapa bo'lish kerak. 4. So'z qobiliyati yuqori bo'lish kerak. Xizmat qanchalik qobiliyatli bo'lib keting, o'zingizni tashviq qila oladigan so'z qobiliyati bo'lmasa, mangu shu sohadagi xizmatchi bo'lib qolishingiz mumkin. Hargiz bir sohaning boshlamchisi bo'la olmaysiz. So'z qobiliyatingizning yuqori bo'lishi erlarning kelgusidagi kasbiy hayot yo'lini texmo keng qiladi. 5. Kishilik munosabatga mahir bo'lish kerak. Dunyoda har xil mijozlik odamlar bor. Ularning orzusi va intilishimi o'xshamaydi. Kishilik munosabatga xilma-xil foyda manfaat omillari yoshirilgan bo'lib, shunga qanday vaqtda ko'krak kerib maydonga chiqish lozimligini, qanday vaqtda boshqalarning nazariga cheliqib qilib, ziyon tortib qilishdan saqlanish lozimligini bilish kerak. Ya'ni paytni to'g'ri tanlash kerak. Bo'lmasa o'zingizning qanday bo'lib mag'lub bo'lganingizni uqmayli qolasiz. Aqlli erlar kishilik munosabatda zil omillarni bayqashga va shuningga qarata ish tutishga mahir keladi. Bu maktabda o'rganilmaydigan turmush bilimi. Ba'zi kishilar mushu jihatda tug'ma talantga ega. 6. Ijtimoiy aloqaga mahir bo'lish kerak. Bir qism kishilar ijtimoiy faoliyatlarga qatnashishni yoqtirmaydi. Shuning bilan har xil kishilar bilan tanishish fursatini qo'ldan berib qo'ydi. Bu amaliyotda eng yaxshi jamiyat darsligi bo'lib, faoliyatga ko'p qatnashgan kishilar zehni o'tkir, aloqaga mahir keladi. Shunga doim atrofidagilarning himoyasiga erisha oladi. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.